Hayotda har doim muvaffaqiyatga erishib, muvaffaqiyatli yurish uchun asosiy 3 ta top maslahatim sizda. Hop. Birinchisi, pulni ishlab topsa bo'ladi, vaqtni hech qachon ishlab topib bo'lmaydi. O'tgan vaqtni hech qachon sotib ola olmaysizlar. Shuning vaqt qadriga yetmang, qiymatini asqatish. Ikkinchisi, ota-onani hayotlik chog'ida duosini olib, xizmatini qilib qolishlik. Har kuni sidqidildan ko'p vaqt ajratib e'tibor qilarkansiz. Kafolat beraman, muvaffaqiyatga erishmay boshqa yo'l yo'q. Uchinchisi, 10 yil oldingi holatingizga qaytish uchun hozir butun boringizni berishga tayyor bo'lasiz. Men o'zim yaxshi o'ylaganman. Chunki eng yaqinlarim meni vafot qilib tark etganlar yonimda bo'lib o'sha payt. Endi uni qaytarmaymiz, lekin 2034-yil shunaqa holatda bo'lasizki, ehtimol hamma orzungiz amalga oshadi. Topadigan pulingiz, mansabingiz hammasi bo'ladi. Lekin 2034-yil sizda bitta orzu bo'ladi. 2024 ga qaytib qolish butun